Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiynalib qolganimizda, yurmasam bo'lmaydi, bo'lib ketibdi deydi. Semirib ketibman deydi. Semirib ketgani uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat, birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ish deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanish ibodat bo'ladi, birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishdan maqsad jismonan baquvvat bo'lsam, Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa edi. Shu siz shug'ullanayotgan turi. Chunki al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid zoif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhudan, Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mo'min zaif mo'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi? Men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishing so'ralmayapti. Men bitta to'p orqasidan 10tasi jinniga o'xshab, siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davlengiz ko'tarilsin, oshqozon ichiga kasallarga uchrang, teri kasalliklarga uchrang, yuguring edi, yuguring edi. Bilasizmi, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa? Habashlar dedi, Imom Muslim keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Habashlar Rasulullohning huzurlarida xirob o'ynashayotgan edi. Masjidda xirob, haligi kaltagina nayzasini olib turib, o'sha jismoniy bir quvvatini ko'rsatish, chaqqonligini ko'rsatishlikdagi bo'ladigan o'yin edi. Umar ibn Xattob masjidga kirib qoldi, qarasa haligilar masjidda sport qilyapti. Yerga engishib tosh olib haligilarni toshbo'ron qilib qoldi. Masjidda shuna qilishasanmi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Umar, tek qo'yinglar dedi. Qayerda? Biz masjidda futbol o'ynaylik demayapmiz akalar. Hatto masjidda mana shu ishni qilsa payg'ambarimiz ruxsat beryaptiki, odamlarda o'sha jismonan sog'lom bo'lishlikka bir targ'ib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bozorda kamon otish musobaqasini o'tkazayotgan aslamlik kishilardan ustidan o'tib qoldi. Aslamlik kishilarning huzuridan o'tib qoldi. Imom Buxoriydan bu hadis. Ularga qarab payg'ambarimiz: "Ey Banu Ismoillar, otinglar. Otangiz mergan edi, otinglar. Men Banu Fulon bilan birgaman" dedi. Shunda nariga ikkinchi taraf otmay qo'ydi. Rasululloh tursa qanaqa qilib otishadi bu yoqqa? Rasululloh nima otmay qo'ydinglar dedi. Ular aytdi: "Ya Rasululloh, siz ular bilan turgan bo'lsangiz qanaqa qilib otamiz?" deydi. Payg'ambarimiz: "Otoringlar" dedi. "Men hammangiz bilan birgaman" dedi. Ya'ni sport degani. O'sha sport musobaqasiga payg'ambarimiz tushdimi? "Otoringlar, men ham sizlarga bittalarman" deyapti. Allohga rahmat olsun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qanaqa kamtar zot bo'lgan qaranglar-da. Rahmatan lil alamin bo'lgan zot, yelkasida bu katta risolatni ko'tarib turgan zot, shu sport musobaqasi bilan shug'ullanayotganlarga kelib qo'shilib, ularni ko'nglini ko'tarishga vaqti bo'lgan ekan. Bundan zarur ish yo'q boshqa. Yugurish o'rasan, ertamandan kechgacha turnirga osirasan o'zingcha, shunoniga bor kitobingni o'qi. Faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi. Boyagi yugurganida, turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarda qilganda yoziladi. Nashot paydo bo'ladi. Endi shu bolalar bo'ladi birdek quvvatli. Bir narsani o'sha ko'tara oladigan bo'ladi. Qorakalar degandagicha stereotiplarni ham buzish kerak yoshlar. Qanaqa qilib deng, qoraka degan haligi muloyim qayqa bosib yiqib turadigan emas. Sportsmen, zo'r bares, yo zo'r futbolist yoki bir zo'r yoki atletik bilan shug'ullanadigan ham qori, ham mulla, ham sportsmen bo'lishini xohlamaysizmi bolangiz? Bizda yo unisi, bizda ikkala tomoni ham bo'lishi kerak. Nima demadinglar? Til ham o'rgansin, doktorlikka o'qisin, yuristlikka o'qisin, advokatlikka o'qisin, Qur'onni ham bilsin, har tomonlama bo'lsin. Biz shunaqa musulmonlar bo'lishini xohlaymiz, birodarlar. Buni shu maktabda o'qitinglar yaxshi. Maktabda o'qitinglar.
Demak, birodarlar, islom dini bu harakat dini. Ertaman turasiz uyquzdan, sahar chiqib tahorat qilasiz. Namoz o'qiganingizda hamma bo'g'inlaringiz ishlaydi. Hajga borganda qiladigan amallaringizni qarang. Jismoniy tarbiya, fizikultura akalar, yugurish, bularning hammasi siz bilan bizning jasadimizni, qalbimizni quvvatli bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi kimdir o'zi sport bilan shug'ullanmagan bo'lsa, farzandlariga shu sharoitini qilib bersin. Bolam bor, haftada 2 marta o'sha seksiya bor ekanmi? Borib o'sha yerga bir shug'ullangan bolam. Chunki payg'ambarimiz shu narsani yaxshi ko'rgan ekan, buyurgan ekan bizga. Odamlarga o'zimiz tushib qoladi, yuguradi. Chillada ham yuguradi, saratonda ham yuguradi, issiqda ham, sovuqda ham yuguradi. Odamlar issiqqina pechkasining oldida o'tirganda yuguradi. Nimaga yuguradi, bilasizmi? Foyda ekanligini biladi. Ma'dagilar bilmaydimi? Yo'q, biladi bular ham. Nimaga bular yugurmayapti? Bularning irodasi zaif. Irodasi zaif, chiqa olmaydi, yugura olmaydi. Ammo bu odam yugurib o'zini odillantirib olgan. O'shuning uchun unga chiqishlik oson va yugurishlikdan huzur oladi. Huzur oladi. Kimdir sportga targ'ib qiladi, qiziqtiradi odamlarni, kimdir bu narsadan man qiladi. Bu kamoli shu dinga bo'lgan qarashimizni o'rtasidagi farq. Kimdir kengroq qaraydi, kimdir torroq qaraydi. Kullu shay'in laysa min zikrillahi azza va jalla fa huwa lahvun va sahvun. Rasululloh aytadilar, Imom Taboroniyda, Allohning zikridan bo'lmagan har bir narsa lahu va xatodir. Faqatgina 4 ta narsa bundan emas. Allohning zikri bo'lmagan har qanday narsa bekarchilik. Faqat 4 ta ish bor, Allohning zikri emas bu, lekin lahu emas, xato emas. 2 masofa orasida yugurishlik. Otini o'rgatishi kishi, ayolini erkalatishi va suzishni o'rganishi. Mana shu narsalar xato emas, lahu emas. Qarab tursangiz, yugurishi, suzishi jismonan sog'lom bo'lishga bo'lgan harakati. Kishi o'zini jismonan sog'lom bo'lish uchun sport bilan shug'ullanishi lahu emas yoki sahv, xato emas. Bu darsimizda aytib o'tilgan asosiy nuqtalar: jismoniy tarbiyasiga otalar qattiq e'tibor berishi kerak. Ikkinchisi, uyi, kiyim, taom va sharobini ta'minlashligi kerak. Uchinchisi, yeyish, ichishda, uxlashda sunnatga amal qilishni o'rgatishligi kerak. To'rtinchisi, kasal bo'lsa imkon boricha tezroq davolashlikka harakat qilishlik kerak. Beshinchisi, jismoniy tarbiyaga targ'ib qilishlik kerak. Inshaalloh keyingi darsimizda tamaki chekish haqida suhbat qilamiz. Buni qo'shmadim chunki alohida bobni talab qiladi bu darsimiz. Chekishlik haqida keltirilgan ilmiy dalillarni bir qator aytib o'tamiz. Aqlli odam o'ziga kerakli xulosani, fatvoni chiqarib oladi. Keyingi darsga birodarlar sigaret chekadigan birodarlarni yetalab kelinglar. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.